Hammaga xiyyo do'stlar, bugun sizlar bilan supermarket Tiger o'yinlaymiz. Men sizlar bilan Asadbek bugundan boshlab men yangi youtuberman. Daha o'yinimizni boshladik. Agar shu videomiz atiga 10 ta like yig'sa, CS:GO'dan video olaman. O'rtoqlarim bilan birga o'ynaymiz. Xo'p, bugun men bu o'yinni oldin o'ynaganman. Bu yerda meva, mana bu yerda narsada mana. Endi ozgina kattalashtirganman. Bu 16 kunlik mehnat. Bitta shu naqada skladimiz katta. Bu apparatlarimiz, bu apparatimiz mamlakatiga narxi o'zgartirsa bo'ladi. Bu yerda narsa zakaz qilsa bo'ladi. Bu yerda yangi levelni oshirasiz, bu yerda joy kattalashtiramiz. Ko'chadagi esa yuk keladi, bu yerda esa kassamiz bizarri. Xo'p, mana bu yerdan o'yinni boshlaymiz va yashil chiroqni bosamiz va magazinimiz ochildi. Bu yerda mana bu boshqa narsalar zakaz qilamiz. Planshetlar bor, bunaqasi borasiz. Agar mana bu narsadan bitta kerak bo'lsa, bitta bosasiz. Mashina o'zidan qilib tashlaysiz agar kerak emas bo'lsa. Endi bossanglar zakaz qiladi. Hop. Mana birinchi klientimiz keldi. Hozirda iloji boricha menga 50 ta podpисчик yig'ib bersanglar, men sizlarga har kuni stream qilishni boshlayman. CS:GO, Simulator, GTA 5 onlayn boshlaymiz. Mana shu videomiz 10 ta like qilsa, shu CS:GO'dan efir qilamiz. CS:GO'dan shu video olamiz. Agar 100 ta o'sha CS:GO videomizda agar 100 ta like yig'sa, agar o'shani o'zida GTA 5 onlayn o'ynaymiz, sotib olingan originaldan GTA 5 o'ynaymiz. Magazinimiz anchagina katta. $20 ketchup, mayda chuyda narsalar, napitka, hozir men ovozni o'chirib turaman. O'rtog'im bilan gaplashib olishim kerak hozir. Telefon qolibdi, ovozni o'chirib turaman.
jigarlarim, mani do'stim parallelim bitta bola o'rtog'im edi. Hozir magazinga chiqib ketdi, 15-20 minutda uyga boradi, o'ynaymiz birga. Mana shu o'yinimizni bu ikkinchi qismi ham chiqadi, reski, o'z bir kunni o'zi chiqarishga harakat qilaman. Endi bu o'yinni men har kun o'ynayapman уже, chunki menga bir xil zerikarli tortdi-da, zerikarli o'yinga уже o'yin zona kattalashgan sari уже odam ko'p, ishlayapman. Juda yaxshi o'yin ekan, menga juda ham yoqib qoldi o'yin. Magazinni endi sekin-sekin kattaroq qilamiz. Keyinchalik o'rtog'im zona ochadi. Qiziqishga noldan boshlaymiz yana. U bilan yangi zona ochadi o'ziga. Ben zonaga bu qo'shiladi hozir 15-20 minutdan keyin. Hozir bu onlayn bo'ladi, telefon qiladi. Onlayn bo'ladi. Nega onlaynsan desam, akam kirgandir dedi. Qo'shilib bo'lgan yer demoqchidim bo'ldi. Shu videomizga like bosinglar, deganlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq 50 ta podpischik yig'sak. Agar bu kanalni vaqtida boshlaganimda men podpischiklarni juda ko'p oldin YouTube yurg'izganman. 97 ta podpischkim bo'ldi. Bitta isqirchoq qoldi. 42 tagacha ko'tarildi. Uni ham bitta isqirchoq qoldi. Endi boshdan boshlaymiz sekin-sekin. Jigarli odamlarga ko'proq ko'rsataymi? Mana kichkina magazin, axlat qilishgan isqirtlar. Katta xolini uyini magazinga isqirt. Bizlar ham Fezod tog'aga o'xshab katta YouTuber bo'lib ketsak zo'r bo'lardi. İnşallah boramiz. Sizlar nima o'yinlari aytsanglar, hadisga qilsanglar, shu o'yinlarni o'ynashga harakat qilamiz. Men o'zim qiziqishimga shu GTA 5 onlayn sotib oldim. O'zi sotmoqchi emas edim, qiziqdim. Zidoni amaki o'shalar bilan o'ynay oldimdan 4-sinfligimda qiziqib yurardim. Keyin 4-sinfligimda o'zim ishlab, o'zimga kompyuter yig'ganman. Shu qiziqishimga bo'lay, shu Donilarni ko'rib, amaki Zidoni amaki Bekxon GTA 5 o'ynashni yoqtirib qolganman, yoqib qolgan. Tezgo'niki o'ynashim sababi ishxonamizda shu ishlashimda kompyuter bo'lardi. Shu yerda o'ynardik, maza qilib bitta bilan. Bu o'yinni chiqsa bitta o'zi pulligi bor. Men bunga pulim yo'qligi uchun mashina ola qoldim, tekin ekan. Keyin grafika bo'ladi-ku, babu 3 alik emas. Bu yaxshiroq ekan, naqalari ko'p ekan. Men hozir kelaman, mikrofonni o'chiraman.
Jigarlarim, men keldim. Hop, mana shu magazinimizdan nafslar olishadi. Uni videosini magazinga to'ldirish, qanday qilishlari alohida video qilib chiqaraman. U ikkinchi qism bo'ladi. 17-kunimiz tugadi. Hammaga xayr. Sog' salomat bo'linglar. Shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.